Oqila sizlarga 9 ta xona o'zini sexi bilan tekinga variantida ko'rsatsam, yeriga pul to'laysizlar, qolganlari sizlarga tekinga o'tib ketadi. Hamma qulayliklari bor. Mahallamiz juda ham keng, fayzli mahallada joylashgan. Hamma qulayliklari bor. Manzilimiz Oqila Uchtepa tumani O'rizor mahallada joylashgan. Oqila O'rizor bozoridan greta maksimum 2 kilometr bo'ladi. Sizlarga hamma qulayliklari bilan bitta ko'rsatib beraman Oqila. Shundoq kelamiz, bu yog'imizda O'rizor bozorimizda joylashgan. Bu tarafimizdan o'zini zaxvat joyini ko'rib o'tinglar. Zelenoy zonaga katta joy tashab ketilgan. Darvozamiz ham katta, Isuzu kirish uchun juda ham ajoyib qilib qo'yilgan. Sizlarga uyimizning ichkari qismini ham bitta ko'rsatib beraman. Kirib kelamiz Oqila 3 ta, 4 ta, 5 tagacha mashina bemalol sig'adi. Bu tarafimizda asosiy binoyimiz joylashgan bo'lsa, o'zini podval qismlari bilan birga Oqila sizlarga bitta ko'rsatib beradigan bo'lsam, kelamiz katta holimiz bo'ladi. Bu tarafimizda bemalol tapchanli zona qilib qo'ysanglar juda ham zo'r bo'ladi. Letniy oshxonalar bu yoqlari bilan qilib qo'yilgan. Bu yog'imizdan zaxvat varianti foydalanasizlar. Olganinglardan keyin kadastrga kirgizib yuborasizlar, Oqila muammosiz bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Bu tarafimizda seximizda joylashgan bo'ladi. Seximiz ham juda ham katta qilib qo'yilgan. Kirib kelamiz Oqila seximizga. Bu tarafimizda 5 tonnalik kamerasini qo'yib qo'yilgan xolodilnik uchun. Bu tarafimizda bemalol ko'rib o'tishinglar mumkin. Juda ham katta joyimiz. Xohlasanglar tuku sex qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar pishiriq sex qilsanglar bo'ladi. 380 volt tortib qo'yilgan Oqila sex uchun. Hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosiz Oqila. Bu joyimizdan umuman o'tkazib yubormanglar Oqila. Sizlarga shikolat narxida berib yuboramiz kamiga Oqila. Shu joylarimizning hammasini tekinga, faqat yeriga pul to'laysizlar Oqila. Endi sizlarga bu yoqlardan bitta ko'rsatib o'taman. O'zingizlar ko'rib o'tishinglar mumkin Oqila. Bu tarafimizdan omborxona varianti foydalanasizlar. Bu yog'imizdan letniy oshxona varianti foydalansanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar sexga joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana yerdan bu yog'ini Oqila shunda devor tortasizlar-da. Bu yog'imizdan sex nijloy varianti foydalansanglar juda ham zo'r bo'ladi. Oshxonamizda bo'ladi. Oshxonamizdan u yoqdan ham kirsanglar bo'ladi, bu yoqdan ham kirsanglar bo'ladi. Asosiy binodan ham kirsanglar bo'ladi. Bu tarafimizda podvalimizda joylashgan bo'ladi. Endi sizlarga asosiy binoyimizni bitta ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Uyimizga kirib kelamiz. Sizlarga birinchi bo'lib podval qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam, podvalimizning o'zida 4 ta xonasi bor. Xonalar remonti juda ham yaxshi. Podvalimizdan selli tepli pol qilingan. Kelamiz katta holimiz joylashgan bo'ladi. Birinchi xonasidan ko'rsatib beradigan bo'lsam, bu tarafimizning detskiy, spalniy varianti foydalanasizlar. Hamma qulayliklari bor. Bu yog'imizda yana bitta xonamiz joylashgan bo'ladi. O'zingizlar ko'rib o'tishinglar mumkin. Xonalarimiz keng, fayzli, tinch joylashgan bo'ladi. Bunisi oshxona varianti foydalansanglar ham bo'ladi. Bu tarafda boya kelgan holimiz bo'ladi. Endi sizlarga yana bitta tushuntirib berishga o'tib ketaman, Oqila. Boya bu yoqdan podvalga tushib ketadigan joy bor-ku. Mana o'zingizlar ko'rib o'tishinglar mumkin. Boya chiqqan joyimiz oshxonamizning tegi bo'ladi. Endi sizlarga birinchi etajimizni ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Birinchi etajimizda shunday eshikdan chiqamiz, zinadan chiqdik. Chap qo'limizdan tushuntirib beradigan bo'lsam, взрослый spalniy, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, hamma qulayliklari bor. To'g'rimizda uzun koridorimiz joylashgan bo'ladi. Sizlarga zal qismimizni bitta ko'rsatib o'taman. Oqila juda ham katta qilib qo'yilgan. Radiatorlarni qo'yib qo'yilgan. Sizlarga keyingi xonasi detskiy spalniy varianti foydalanilyapti. O'zingizlar ko'rib o'tishinglar mumkin. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Xonalarimiz yorug', keng, fayzli xonadonimizni sizlarga keyingi xonasini ko'rsataman. Bu tarafimizdan взрослый spalniy, yonginalarida sanuzulimizni razdelnik qilib joylashtirib qo'yilgan. O'zingizlar ko'rib o'tishinglar mumkin. Xonamizdan Oqila bu tarafimizdan o'tiradigan joylari, bu tarafimizda ovqat qiladigan joylari, eshiklari yopiladi, hidi chiqmaydi, hech qanaqa juda ham zo'r. O'zini mebellari bilan qilib qo'yilgan, o'zini ko'chaga qaragan panoramli oylari bilan qilib qo'yilgan, juda ham zo'r variantda qilingan. Hamma qulayliklari bor Oqila, hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosiz hamma qulayliklari bilan qilib qo'yilgan xonadonimizdan sizlarga 1 sotig'ini 33 ming dollardan berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.